Nima unaqa deyapsan? Bunaqa bozorliklar oddiy kunda qilinmaydi-ku. Kimdir tug'ilgan kuni bo'lsa, yo mehmon kelsa qilinadi-ku. O'zingiz ham bilasiz-ku, hamma mana oldi o'tdi. Masalan, mana siz o'tgan soatda men faqat tug'ilgan kunlarda yeyman. Amaki, to'g'risini ayting. Bugun mehmon kutyapsizlar-ya. Ha. Mehmon kelyapti. Ana ko'rding, aldiysan meni. Ada? Ket. Salatni berib yuboring. Kelyapti. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Uyga rozg'onlik qildim. Sizga ham qo'shib oldim. Nega? O'g'lingiz baraka topsin. Ko'zimni ochib yaxshigina dars berib qo'ydi. Buni rahmat sifatida qabul qilasiz. Charchamanglar. Choy qilamiz, Abdurahmon aka. Xudo xolisa. Ali. Rahmat. Rahmat amaki.